Vau, cheborak. Shu yoshimgacha ko'rgan eng katta cheborakni o'z qo'llarim bilan tayyorladim. 70-80 gradusdagi issiq suvga shakar, tuz hamda yog'ni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Elangan un ustiga tayyorlab olgan suvni solib, yaxshilab xamir qorib olamiz va albatta paketga solib olib qo'yamiz. Cheborak ichini biroz noodatiy xohladim. Shu sababdan sir va ko'katlarni to'g'rab, aralashtirib oldim. Bu ham o'zgacha ta'm beradi. Tingan xamirimizni endi yaxshilab jovalab yoyib olamiz. Xamirimiz o'rtacha qalinlikda yoyilishi kerak. Ichiga tayyorlab olgan nachinkamizni solib, chetlarini yaxshilab berkitamiz. Cheboraklarimiz nega bonchikligini sababi mana shu trubuchkada bir chetiga shu trubuchkani qo'yib, ichiga havo to'ldiramiz. Mana bu sizlarga kelinkangizdan yana bitta lifehack. Ishonavering, cheboraklaringiz bombaloq bo'lib pishadi. Uzoq kuttirmasdan ikkinchi lifehackni ko'rsataman. Agar katta tavangiz bo'lmasa, patnisdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Cheboraklarni ustiga yog'dan quyib pishirib olamiz. Qani tezda tayyorlab, uydagilaringizni lol qoldiring. Aniq aytaman, bu mazza shunaqa yoqimli bo'ladi.